Men faqat senga uyimni tozalab, qornimni to'ydiradigan xizmatchi, ehtiyojlarimni qondiradigan vosita kerakligi uchun uylanmoqchi emasman. Bilasanmi? Seni 3 ta qolipga solib ko'rganman. Onam, singlim va qizim. Ularning hech biriga buni ravo ko'rmaganimdek, senga ham ilinmayman unaqa taqdirni. Otamdan shunaqa o'rgandim. Lekin iltimos, shirin ovqat qilishni o'rgan. Mahrga kutubxona so'rasang, romanga arzigulik hayotni ham qo'shib beraman senga. Agar qayta sotib yubormasang, imkonim bo'ldi deguncha gul hadya qilaman. Va albatta sayohatlarga chiqamiz. Bunisi majburiy. Ishlash masalasiga kelsak, oyoq tirab turib olmayman. Agar men qo'ygan shartlar ostida bo'lsa, nega yo'q? Ishlashing mumkin. Otangnikida bo'lgani kabi meni uyimda ham o'zingni xavfsiz his qilishing uchun maksimal darajada harakat qilaman. Bizning munosabatlarimiz hurmat ustiga quriladi, qo'rquv emas. Senga 100% ishonaman, ammo qizg'onishimni normal qabul qilishingni istardim. Chunki ikkimizga ham bog'liq bo'lmagan asoslar bor buning uchun. Quloqingga faqat yaxshi kunlar va'dasi bilan lag'mon osmayman. Yozilgani bo'ladi. Lekin bu harakat qilmayman degan emas. Agar shularga rozi bo'lsang, uyingdagilar seni fikringni so'raganda o'zinglar bilasizlar deb qo'ysang bo'ldi.